Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Har safar bir-birimizga ko'zimiz tushganda bir-birimizga beradiganimiz bu salom. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jannat ahlini salomi ekanligini eslatishlik bilan so'zimizni boshlashlikni ma'qul topdik. Alloh azza va jalla o'zini kalomida tahiyyatuhum fiha salam, u yerda, ya'ni jannatda bir-birlariga beradigan tahiyyotlari salom bo'ladi. Ya'ni aynan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rgatganlaridek assalomu alaykum va uni orqasidagi ziyodalari bilan. Jannat ahli jannatga kiradigan mahalda bu dunyo hayotida eng qiyin hayot kechirgan, mutlaqo bir yaxshilik ko'rmagan, qiyinchilik ichida, mashaqqat va zahmat ichida yashab o'tgan bir odamni keltirilar ekan va u kishini bir lahzaga jannatga kiritilib chiqarilar ekan. Payg'ambarimizning hadislarida kelgan hikoyani, rivoyatni keltiryapmiz. Sahih rivoyatlarda bir lahzalik jannatga kiritiladigan odam va bu odam ta'kidlab o'tganimizdek hayotida mutlaqo yaxshilik ko'rmagan. Bu hayoti faqat va faqat mashaqqatdan, qiyinchiliklardan iborat bo'lgan bir hayot yashagan kishini bir lahza jannatga kiritilib, bir qancha soniyalardir, balki bir qancha daqiqalardir, lekin juda ham qisqa bir vaqtga jannatga kiritilib chiqarib olingandan keyin so'ralar ekanki, ey bandam, hal marra alayka bu'sun qat? Ya'ni sen odam bo'lib shu kungacha hayotingda hech yomonlik ko'rganmisan? Banda aytar ekanki, la va rob, yo'q, o'zingga qasam ey Robbimki, men ko'z ochib hech bir yomonlik ko'rmaganman. Jannatdagi bir lahzalik istiqomat butun dunyodagi ko'rgan qiyinchiliklarini, mahzunliklarini, yomonliklarini, barcha azob va uqubatlarini unuttirib yuborishlikka yetarlik bo'lar ekan. Ana endi tamomila jannatda istiqomat qiladigan odamni siz tasavvur qiling, ko'z oldingizga keltiringki, u odam bu hayotdagi, ya'ni bu sinov dunyosidagi, hozirgi hayotimizdagi qiyinchiliklarni aqliga keltirarmikin? Aksincha ekan, bu dunyoda kayfu safo ichida maza qilib yegani oldida, yemagani ketida va yoki qo'yingki bu dunyoni hamma joyiga qo'li yetadigan, bu dunyoni eng zo'r odami bo'lib yashab o'tgan odamni ham ana o'sha soatda bir lahzalik jahannamga kiritilib chiqarilar ekan va undan so'ralar ekanki, ey bandam, tug'ilib dunyoga kelib yashab o'tding, bugunga qadar hech bir yaxshilik ko'rganmisan? Deyilganda, la va rob, yo'q ey Robbim, o'zingga qasamki, men odam bo'lib hech ham yaxshilik ko'rmaganman. Do'zaxdagi bir lahzalik istiqomati, bir lahzalik do'zaxni ichkarisida bo'linishligi butun dunyodagi lazzatlarini, kayfu safolarini, hamma yaxshiliklarini unutib yuborilishligiga yetar ekan. Alloh taolo hammalarimizni u dunyo bu dunyo saodatiga erishtirsin. Mo'min kishi har ikki dunyoning yaxshiligini istaydi. Alloh aytganidek, Robbana atina fid dunya hasana. Ey Robbim, bizlarga bu dunyoda yaxshiliklarni bergin, va fil axirati hasana, va oxiratda ham yaxshiliklarni bergin. Va qina azaban nar, va do'zax o'tidan sen o'zing bizlarni panohingda saqlagin. Jannat aqlimiz olmaydigan darajadagi bir ne'matlar makoni. Ba'zilarimiz jannat desa bog'-rog'larni, anhorlarni, yashilliklarni, ya'ni imkonimiz yetgani qadar bir nimalarni tushunishlikka harakat qilamiz. Qur'on va sunnatga qaraydigan bo'lsak, jannat ne'matlari 3 turga bo'linar ekan. Birinchisi jasadimizga yetadigan ne'matlar. Ikkinchisi esa ko'zimiz va quloqimiz bilan maza qiladiganimiz ne'matlar. Uchinchisi esa ruhimiz, nafsimiz taskin topadigan, nafsimiz rohat qiladigan ne'matlardan iborat bo'lar ekan.
Jannatda inson tanasi bilan rohatlanadigan, ne'matlarning turlari juda ham ko'p. Jannatni haqiqiy bir tushunib olishligimiz uchun yordam qiladiganimiz bir qoida bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni bizga bayon qilib dedilarki, jannatda ma la aynun ra'at, inson ko'zi ko'rmagan. Ya'ni inson bolasi bir narsani haqida bir ma'lumotga ega bo'lishligi uchun birinchi navbatda ko'zi bilan ko'radi, mushohada qiladi va uni biladi. Wala uzunun sami'at, qulog'i bilan esa eshitmagan. Ya'ni ikkinchi bir undan birinchisidan ko'ra keyingi pog'onada keladigan ilm manbasi inson o'zi borib ko'ra olmagan bo'lsa ham borib ko'rganlardan yoki boshqa bir yozganlardan xullas kalom eshitgan bo'ladi. Jannatdagi ne'matlar esa inson ko'zi bilan ko'rmagan, qulog'i bilan ham eshitmagan. Ya'ni hech ko'rmagan, eshitmagan. Ana endi inson ko'rmagan, eshitmagan narsasini tasavvur qiladi, fantaziya qiladi, fikr yuritadi. Qanaqa ekan, undomikin, bundomikin deb fikr yuritadi va bir narsalarni o'zicha tasavvur qilishlikka boshlaydi. Ana endi jannat ne'matlarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam wala khatara ala qalbi bashar, inson bolasini qalbiga hatto sig'magan darajadagi ne'matlar deb vasf qildilar. Mana shu qoidani unutmaymiz hamma vaqt. Ki biz aytayotganimiz, tushuntirmoqchi bo'layotganlarimiz, Alloh taolo aytganidek, va utubihi mutashabiha, bu dunyodagi bu go'zalliklar shunchaki bir tashabuh, o'xshatishlikdan boshqa narsa emas. O'xshatishlik uchun fikrimizga, zehnimizga yaqinlashtirishlik uchun har xil misollar va har xil demak tasvirlarni keltirishlikka harakat qilamiz. Alloh taolo Qur'onda jannat ahlini masalan asaldan oqadigan anhorlar, sutdan, sharobdan to'lib toshadigan daryolar, ostilaridan suvlar oqib turadigan so'rilar, qalin o'rmonzorlar, mevalik daraxtlar va boshqa turli ne'matlarni Alloh taolo Qur'oni Karimda sizu bizlarga xabarini berdi. Bularning aksariyati demak inson tanasi bilan yeb, ichib maza qiladigan ne'matlar turlariga kirar ekan. Bulardan bir qismi esa insonni ko'zini quvontiradigan anhorlar, yashilliklar, o'rmonlar, ya'ni inson ko'zi quvonadigan ne'matlar turi ham aynan mana shu jannat ne'matlarining orasida ekan va bularni eng ulug'i, eng buyugi, jannatdagi hamma ne'matlarni bosib ketadigani Alloh azza va jallani yuzini ko'rishlikka musharraf bo'lishlik bo'lar ekan. Eng oxirgi ne'mat, eng undan keyin, undan yana ham yuqorirog'i, a'lo, avlorog'i bo'lmaydigan bir ne'mat Alloh azza va jallani yuzini ko'rishlik ne'mati bo'lar ekan. Uchinchi, nafsimiz uchun, ruhimiz uchun rohat bag'ishlaydigan ne'matlar turlari esa bularni sizu biz tushunib olishligimiz eng qiyin bo'lgan ne'matlar turiga kiritar ekan ulamolar. Hatto ba'zilari bularni nima ekanligini inshaalloh vaqti kelib jannatga kirganingizdagina haqiqatini tushunib yetasiz, haqiqatini bilasiz deydilar. Va lekin Qur'ondagi ba'zi oyatlarni ayni shu jumladan keltirishligimiz mumkin bo'ladi. Alloh azza va jalla aytadiki, jannat ahlini va naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jannat ahlini qalbidagi g'illu g'ashlikni biz so'kib olib tashlaymiz va ular so'rilarda yastanishib, do'st va birodar hollarida suhbatlashib o'tiradilar. Bu dunyoda asosiy tinchimizni buzadigan, hayotimizni qoraytiradigan, birodarlarimiz, do'stlarimiz bilan bo'ladigan munosabatlarimizni orasiga rahna soladigan eng asosiy sabablardan bittasi mana shu sizu bizlarning qalblarimizdagi g'il, g'ash, hasad va hokazo shunga o'xshagan qalbimizdagi bu dunyoda bo'lmasa bo'lmaydigan bir dardlarimiz. Alloh rahim qilgan bandalarigina bu dardlarni yengib
o'ta oladilar. Lekin aksar holatlarda mana shu g'illu g'ash kasaliga birda bo'lmasa birda ov bo'lamiz, o'lja bo'lamiz va natijada bu dunyo hayotimizni bir jannatdagilardek xotirjam bo'lib, ochiq yuz bilan, shirin so'z bilan, qalban do'stlar bilan suhbat qurishlik kabi bir ne'matga bu dunyoda juda ham kamdan kam holatlardagina insonlar musharraf bo'ladilar. Aksariyat holatlarda ikkita odam bir-biriga qarab kulishib, tirjayishib suhbat qilaveradi, lekin ichida nimalar kechayotganligini faqat va faqat egasi bilan Alloh azza va jallagina biladi. Jannatda bu narsa bo'lmas ekan. Jannatda nafsiy rohat. Alloh azza va jalla jannat ahli va do'zax ahlini o'rtasida bo'ladigan bir joyga qo'chqor shaklida bir narsani olib kelar ekan. Shohdor bir qo'chqor olib kelinar ekan va jannatdagilarga qarab, "Ey jannat ahli, sizlar buni taniyapsizlarmi?" deganlarida, "Ha, biz tanidik buni" derkanlar. Chunki hammalari ko'rganlar vaqti kelib. Do'zax ahliga qarab, "Ey do'zax ahli, sizlar buni taniyapsizlarmi?" deyilar ekan va ular ham "Ha, tanidik" derkanlar. Chunki ular ham ko'rgan edilar. U nima edi? U siz biz hali ko'rmaganimiz o'lim edi. Ko'rganlar uni darrov tanirkan va Alloh azza va jalladan nido bo'lar ekanki, bugundan so'ng abadiylik bor, o'lim yo'q deyilar ekan va haligi qo'chqor shaklidagi narsa bo'g'izlab tashlanar ekan. Ya'ni bu jannat ahli uchun nafsiy rohatni eng bir cho'qqisi desak bo'ladiki, demak biz bu rohat makonda bizni orqamizdan quvib kelayotgan o'lim yo'q, xuddi bu dunyodagi kabi. Alloh azza va jalla jannat ahllariga beradigan ne'matlar aytib tugatib bo'lmaydigan darajada, aytib tamomini, haqiqatini tushuntirib bo'lmaydigan darajada keng va buyuk ekanki, lekin biz harakat qilamiz keyingi suhbatlarimizda har bir ne'mat haqida inshaalloh Qur'onda, sunnatda va ulamolar, salaflar so'zlarida bayon qilingani kabi jannatdagi ne'matlarni inshaalloh bir-bir tilga olishlikka harakat qilamiz. Duo qiling, Alloh azza va jalla siz va bizlarni o'zining ulug' dargohi, rohat makon joyi jannatlarda birga bo'lishligimizni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.